Assalomu alaykum. Intimoqda xabarlarning kechki soni va uni sizlar bilan men Hurmatoy Nurmatova tanishtiraman. Avval bugungi dasturimizdan qisqacha. Hukumat favqulodda holatlarni oldini olmagan yetakchilarni jazoladi. Ayrimlariga ogohlantirish berib, Davlat sug'urta tashkilotining rahbarini ishdan chetlatdi. Jaloloboddagi kurortning yangi tayinlangan rahbari kuch bilan xizmat o'rniga o'tirdi. O'shda Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqi talabiga loyiq laboratoriya ishga tushadi. Yangilangan uskunalar kolbasa ichida qanday go'sht borligini aniqlab bera oladi. Laboratoriyalar daha qurish kerak. O'lka Filippinning ta'lim sistemasiga o'tishi mumkin. Unga Qirg'iziston tayyormi? Şöyle eksperiment qanchalik dengeyde iyilik beredi. Oşonu bayqash ko'rsak. O'lkada tabiiy ofatlar oqibatlarini bartaraf qilish nochor. Bunga O'sh oblastining O'zgan rayonida bo'lgan yer ko'chki dalil. Voqea 24 kishining umriga zomin bo'lib, ularning orasida voyaga yetmagan bolalar ham halok bo'lgan. Buni Premyer ministr Sooronbay Jeenbekov aytib, 3 ministrga hayfsan berib, Davlat sug'urta tashkiloti rahbarini ishdan chetlatdi. Hozirda tabiiy ofatda jabrlanganlarga moddiy yordam ko'rsatish ishi ham kechikib, ko'zga ilingan natija yo'qligini hukumatning yig'inida tanqid qilindi. Sababi favqulodda holatlar ministrligi ko'chga tushgan qishloq yashovchilariga ogohlantirish berib, aholini xavfsiz hududga vaqtida ko'chirmagan. Hozir Finansiya ministrligi ochiq aytayin, önüge tormoz olup başlanışlar. Bugungi hukumat yig'ini premyerning yetakchilarini tanqid qilishi bilan boshlandi. Bunga tabiiy ofatlarni oldini olish jarayoni nochorligi sabab. Chunki ijroiy hukumat topshiriqni unutib, aholidan uzoqlashgan. Masalan, O'zganing Jalpaqtash qishlog'idagi yashovchilar voqeadan keyin 11 kun davomida elektr yorug'isiz qolib, yordam bergan rahbar bo'lmagan. 7 gün yol yokturdu. Ben aytdım aşağıda. Bu neden getirdi dep начальниğine barsam жүрөт жерде. Эмнен кетет? Ушул жерге 100 машина шагыл төгүп коюш билесең кетеби? Машина элде чыга албай турат жамгыр жааса. Улайдан. Же чөнтөгүңө бересиң деп айттым. Же чөнтөгүңө бересиңби? Элдин өзүнүн акчасы өзүнө кызмат кылып берди десем 2 миллион 800 миң карызмын дейт. Жалпакташта жол жок. Men ekinde olatam. Köşkü жүрүп атат. Tabiiy ofatni oldini olishda favqulodda holatlar ministrligi ham sust ishlagan. Yer ko'chga tushgan qishloqqa ogohlantirishgina berib, uylarni xavfsiz joylarga ko'chirish jarayonini olib borishmagan. Unda mahalliy yashovchilar to'sqinlik qilib, uylardan ko'chib ketishdan bosh tortishgan. Vaziyatdan chiqish uchun endi xavfli hududda yashaganlar qoidaga bosh egmasa javobgarlikka tortilishini favqulodda holatlar ministrligi bildirdi. Гражданды коргонуу комиссиясы райондук, мисалы үчүн акимдин биринчи орун басары комиссиянын жетекчиси катары ошол өзүнүн положениясына ылайыктуу сотко берүү жолу менен бул иштерди жүргүзсө болот экен да. Ошол боюнча положениеде атайын пункттар көрсөтүлгөн, ошонун негизинде сотко берүү. Бул ишти азыр Жалал Абад областында алып барып атат. 99 барактан турган ошол үйлөрдүн ээлеринин тизмеси бүгүнкү күндө прокуратурага өткөрүп беришти. Hukumat rahbari xavfli hududlardan aholini ko'chirishda umumiy mexanizm ishlab chiqishni Bo'ronovga topshirdi. Bunga almashgan yetakchilar tufayli rejalashtirilgan ishlar o'z vaqtida amalga oshmay qolgani sabab. Bu yil respublika bo'yicha 232 tabiiy ofat sodir bo'lib, natijada davlat g'aznasi 336 million so'm zarar ko'rgan. Buni Jeenbekov aytib, Moliya ministrligini tanqid qildi. 850 tütün 24 milyon so'mning ko'zini qarab o'tiradi. Tüy menен su kelgende uyundan çıkıp ketip atacak. Balla çıkasın götürüp alıp. Tünü menен ketip atacak. Kayra tartılsa kayra gelip atacak. Neden yaşa bu? Sen o akçanı bermegen üçün. Ağzıma çeşme algandan belgili akçasın var. Niye getirip atasın işgal olmasın? O da spesyalistler. Özleri kanda işlet, özleri eten cevap veredetten. Hükümetin aldığında, elin aldığında. Ben aşağı gün atmayayım. Sen ana bir yerde bunu ve müştetlemesin de atmayasın. Teşeli akçası o şan uağında belgili. 3 mayda Cho'ng'oloy rayonida bo'lgan zilzila 100 dan ortiq uyni yaroqsiz holga keltirgan. Yer silkinishi qaytalanganda yashovchilar chodirlarga ko'chishgan. Hozirda ular moddiy yordam kutib davlat ko'magiga muhtoj. Natijada ijroiy hukumatning ishini hukumat rahbari o'zi nazorat qilib, dastlabki yordamga sement berish tashkil qilinganini aytdi. Ijroiy hukumatning ishi hukumat rahbari
rahbarini qanoatlantirmay Favqulodda holatlar ministrligi, Moliya, Avtomashina va aloqa ministrligiga hayfsan berdi. Shu bilan birga aholi orasida davlat sug'urta ishini yaxshi tashkil qilish uchun sug'urta tashkilotining yetakchisi Baqit Jumashevni ishdan chetlatdi. Memleket sergeye sanıyor. İşte sağ biçim yataverdi. İş kılmakla. Çöp verme, cem verme uyga. Сырлышевич, мен айтып қояйын, рұқсат берсеңіз. Otur. Boşalt yapalım Füge. Страховой компания bana boşalttılar. Otur давай. Айтпай давай баға. 1,5 жылда қылған ішіңер. 10 000. Bölüp көрші күніне. 2 жылға. Қаншадан тиіп өті страхование. To'xkon ishxonalari ishini ochiq oydinligini ta'minlash kerak. Bunday topshiriqni Prezident Almazbek Atambayev bugun Yengil sanoat, energetika va To'xkondan foydalanish davlat komitetining raisi Dushanbek Zilaliyevni qabul qilgan vaqtda bildirdi. Zilaliyev o'lkadagi yirik To'xkon ishxonalarining ishlari to'g'risida ma'lumot berish bilan birga Qumtor loyihasidagi Qirg'izistonning iqtisodiy manfaatlarini ko'tarish va yuzaga kelgan iqtisodiy masalalarni yo'lga solish bo'yicha Sintera kompaniyasi bilan so'zlashuvlar to'g'risida prezidentga so'zlab berdi. Prezident Almazbek Atambayev tabiiy boyliklardan samarali foydalanish, shuningdek To'xkon ishlarini ochiqligini ta'minlash bilan o'lkaning va uning fuqarolari manfaatlarini himoya qilish zarurligini ta'kidladi. Yil oxirigacha o'lkada xalqaro talabga javob bergan laboratoriyalar ishga tushadi. 4tasi yangi qurilsa, O'sh va Bishkekdagilari Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqi talabiga ko'ra yangi uskunalar bilan ish boshlaydi. Hozirda O'shdagi laboratoriya so'nggi rusumdagi apparatlar bilan ta'minlandi. Faqatgina yordamchi uskunalarning kelishi kutilmoqda. Shundan so'ng laboratoriya akkreditatsiyadan o'tib ish boshlaydi. Agar amalga oshsa, asosan og'ir metallarni va kolbasa tarkibidagi qanday go'sht qo'shilganiga aniqlab bera oladi. Yangi laboratoriyaning ishlash imkoniyatlari to'g'risida muxbirimiz hikoya qiladi. Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqining talablari Qirg'izistonda amalga oshirila boshladi. O'tgan yilning noyabridan boshlab Bishkek va O'sh shaharlaridagi veterinar hamda fitosanitar laboratoriyalarga xalqaro andozalarga javob beruvchi jihozlar olib kelingan. Hozirda O'shdagi fitosanitar nazorat inspeksiyasida 6 tadqiqot va unga qo'shimcha 32 yordamchi jihozlar ishlamoqda. Lekin ayrim ishlar bitmagani sababli laboratoriya akkreditatsiyadan hali o'tmagan. Buna geçen 15 aprelde ikinci bölüğü geldi. 32 dağınadan turgan. Bu oşol janağı gömökçü, qoşumça, sırttan gelgen azık tülüktü uşu yerden dayarlap alabız. Uşu yerden, buna yerden maydalayt. Ikinci yerinden tarazaga tartat, üçüncü yerinden aylantat, 4-cü yerden daha soğun çıkarat. Oşentip diğerge dayar kılıp ala turgan şu yerdeki büt gömökçü jabduklar. Bular da geçe yakında gelip bular da tolup işletilip bizga o'tkazilib berdi. Mo'l jabduq. Bunga qadar qishloq xo'jalik mahsulotlarini eski apparatlar tekshirar edi. Unda ko'proq qo'l mehnati talab qilinib, ko'p vaqt sarf etilardi. Hozir esa apparatlar avtomat turda ishlab, bir vaqtda 100 ga yaqin mahsulotning turlarini tekshira oladi. Ta'mirdan chiqqan laboratoriya og'ir metallarni hamda kolbasaning ichiga qanday go'sht qo'shilganicha aniqlab berish imkoniga ega. Murda biz boshqa usulмен tekshirib жүргөнбүз. Anda laboratoriya түшүнүгү боюнча скрининговый метод деп коет. Барбы, жокпу, ошону эле аныктап берет эле. Эми бул жабдуунун артыкчылыгы канча концентрация бар. Ылдыйгы концентрацияны аныктап берет бизге. Gündün talabı ошол. O'shdagi laboratoriya mamlakatning janubiy hududidagi eksportlovchi produksiyalarning barchasini nazorat qiladi. Agar akkreditatsiya olsa, o'lkadagi ishlab chiqaruvchilar uchun 180 million xalqni o'z ichiga olgan bozorning eshigi ochiladi deb mutaxassislar ishonch bildirishmoqda. Shu sababli bunday laboratoriyalar mamlakatning barcha hududida qurilishi lozim deydi tahlilchilar. Laboratoriyalar daha qurish kerak. Qanchalik ko'p bo'lsa, shunchalik produksiyaning turini qarab turib biz chiqaramiz eksportga. Hali bugungi o'shol Qirg'izistonning tushligini birini, Qirg'izistonning tundligini ekov degan bu ozlik qiladi. Mumkinchilik bo'lishuncha o'shol chegaraga yaqin oblastlarni barma qurish kerak-da, jabduqlarni olib qo'yish kerak. Yil so'ngiga qadar respublikada xalqaro andozaga javob beruvchi 4 laboratoriya Batken, Talas, Baliqchi va Qoraqo'l shaharlariga quriladi. Unga hukumat budjetidan 172 million so'm bo'linib, qo'shimcha 12 laboratoriya ta'mirdan chiqariladi.
Shuningdek, Rossiya Qirg'izistonga yil so'ngiga qadar 6,5 million dollarga laboratoriya uchun kerakli bo'lgan yangi texnikalarni beradi. Ma'lumot uchun Armaniston, Belarus, Qozog'iston va Rossiya kirgan Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqiga Qirg'iziston 2015-yilning yozida qo'shilgan. Gulzada Tursunbayeva, Davron Nasibxonov, Nurjigit Cho'lponbayev, Intimaq. Finlandiyaning bilim berish tizimi Qirg'izistonda tatbiq qilinishi mumkin. Bunday yo'l bilan o'lkadagi bilim berish sifatini ko'tarsa bo'ladi. Sababi Sovet ittifoqida qabul qilingan tizim o'z vaqtida samarali bo'lganiga qaramay, hozirda kuchini yo'qotib, o'lkadagi bilim sifati keskin pastlagan. Shu sababli Finlandiyadagi zamonaviy usul bizning o'lka uchun kerakli bo'lmoqda. Jo'g'org'i Kengash deputatlari Ma'orif ministrligi bilan birgalikda mazkur o'lkaga borib, o'qitish usullarini o'rganib kelishgan. Zamonaviy usulning salbiy va ijobiy tomonlari bilan muxbirimiz tanishtiradi. Mamlakatdagi ta'lim tizimi Sovet ittifoqi davridan buyon hech qanday o'zgartirilmagan. Uning tartibiga loyiq har bir o'quvchi maktabda o'qishi lozim. Buning uchun balog'at yoshdagilarga o'qituvchilar majburlab bilim berishadi. Shuni bir solishtirib ko'rsak, qandaydir bir yaxshiliklarni olib, tizimning ichida muallimlarga, maktablarga kirgizsak bo'ladi degan bir o'ydamizda. Rivojlangan davlatlarda o'quvchilarni majburan o'qitish uslubi allaqachon to'xtatilgan. Aniqrog'i, o'smirlarga erkinlik berilib, xohlagandek bilim olishi mumkin. Masalan, Finlandiya maktab yoshdagilarga xohlagan fanni tanlab o'qish imkoniyati berilgan. Shu vaqtning o'zida o'quvchilarning dars jarayonida erkin o'tirishlariga ham imkon beriladi. Sistemalik deb ele, agar bizda qanday sistema yo'q, qanday mumkinchilik yo'q deb o'tiraversak, biz hech narsaga yeta olmaymiz. Finlandiya, Estoniya kabi rivojlangan davlatlar bunday uslubga 10 yil avval o'tishgan. O'shandan buyon bilim sifati bo'yicha dunyoda oldingi o'lkalarning qatorini to'liqlaydi. Shuning uchun bunday uslubga bizning yurtimizda ham ehtiyoj bor. Yangi o'quv yilidan boshlab Finlandiya metodlaridan foydalanishni ministrlik taklif qilib, Jo'g'org'i Kengash deputatlari tashabbusni qo'llashgan. Bu uchun yirik mablag' ham zarur emas. Faqatgina o'qituvchilarni o'qitib tayyorlash kerak. Buning uchun esa 84 million so'm sarf etiladi. Men o'ylayman, yaxshi bir turtki kerak. Eng boshqisi biz hozir nizom qabul qilindi. Bardıq mamlakatlik maktablar 5 yilda bir jolu akkreditatsiyadan o'tishadi. Agar o'sha talabga javob bersa, o'sha maktabni javoblangan cheyin boshqa. Bu xalasa maktab ko'z qarandisi akkreditatsiyadan o'tadi, agar ақшасы yo'q bo'lsa, mamlakat tarafından o'tadi. Mana shular men o'ylayman, yaxshi bir turtki beradi. Agarda mazkur o'lkaning ta'lim tizimi kirgizilsa, o'qituvchilar yangi usul bilan o'quvchilarga bilim berishadi. Masalan, o'quvchilarga majburlab ta'lim berilmaydi. O'rgatish buyruq shaklida emas, balki yo'llanma berish usulida bo'ladi. Muallim faktori, muallimning motivatsiyasi, muallimning bayağınday жаңылануысы, muallimning o'zining ishining ma'nililigini seza olishi, japatirma qo'shig'iga kirish olishi. Baringlar o'rninglarda o'tirib, Bu usul barcha hollarda ham o'z samarasini beravermaydi. Bu uchun mamlakatdagi maktablarning sonini ko'paytirib, har bir sinfda 15 nafargina bola o'qiydi. Ayni vaqtda har bir o'quvchiga alohida e'tibor qaratiladi. Birinchi Qarg'inda qandaydir bir eksperiment жасардың орнында, ошол eksperiment qanchalik dеңгээлде ийгилик берет. Ошону байкап көрсөк, алды менен болобу болбойбу деп эле өтө бергөн менен мен таң калып атам. Аны өткөзүш үчүн азыр өткөзөбүз аракет кылып атырмын. Ал жетеген мектеп hareket qilyaptır. Ötsin eğer şartı bolsa, ötse bolur. Hozir o'lka bo'yicha finlarning o'qitish tizimi bo'yicha bilim berishga sinov turida maktablar tanlab olindi. Masalan, O'sh shahridagi Sebat va Jetigen maktablarining o'qituvchilarini qayta o'qitilishi rejalashtirilgan. Kelgusi yili sinov tariqasida ishga oshirilib, yangi tizim boshqa maktablarga ham tatbiq etiladi. Begima Yasanova, Davron Nasibxonov, Azam Buzurikov, Intimaq. Yevropa standarti bo'yicha bilim berish usuli yangi o'quv yilidan boshlab kiritiladi. Yangi yo'nalish bo'yicha bilim berishni o'qituvchilar o'zlashtira boshlashdi. Bu bo'yicha O'sh shahrida o'qitish uyushtirilib, o'lkaning janubiy hududida bilim berish mutaxassislari chaqirilgan. Bugun o'lkada yana qanday voqealar bo'ldi? Navbatdagi rubrikada tanishasiz. O'shda birga o'qiymiz loyihasining natijalari muhokama qilindi. 4 yil avval USAID tomonidan moliyalangan loyiha asosida 10 mingdan ortiq o'qituvchilar o'qitilgan. Ular Yevropa standarti bo'yicha bilim berish usullarini o'rganishdi. Endi yangi o'quv yilidan boshlab yangi yo'nalish bo'yicha bilim berishadi. Seminarga O'sh, Jalolobod va Batken oblastlaridan pedagoglar bilim berish boshqarmasining xodimlari ishtirok etishdi. O'qitish davomida keyingi ish rejalarini yangi o'quv yilida o'quvchilarga bilim berish bo'yicha muhokama qilishdi. Eslatib o'tsak, birga o'qiymiz
o'qiymiz loyihasi orqali o'lkada bir necha maktablar yangi zamonaviy o'quv qurollari bilan ta'minlangan. Qanday institutlar qatnashish kerak o'shani qamsizdo'di. Ушул суроолордун тегерегинде 2 күндүк семинар өтүп атат. O'sh oblastidagi maktab o'quvchilari orasida yo'l harakatining yosh nazoratchilari 2017 tanlovining so'nggi bosqichi o'tkazildi. Unga barcha rayondan tanlab olingan 7 jamoa ishtirok etdi. Tanlov shartlariga ko'ra o'smirlar yo'l belgilarini va katta yo'lda o'zini qanday olib yurishni ko'rsatib berishdi. Natijada ovqatdan kelgan jamoa birinchi o'rinni egallasa, ikkinchisi Oloy, uchinchi o'ringa Aravon rayoni loyiq deb topildi. Shunday qilib, birinchi o'rinni olgan Navqat jamoasi 18-19 mayda o'tadigan Respublika musobaqasida ishtirok etadi. Eslatib o'tsak, yil boshidan beri O'sh oblastida 154 yo'l halokati sodir bo'lib, uning 39i maktab o'quvchilari ishtirokida bo'lgan. Ушул жол транспорт кырсыктарын санын кыскартуу боюнча биз Ош областынын аймагында жаш өспүрүмдөрдүн кароо сынагын 2017 өткөрүп жатабыз. Бүгүнкү кароо сынакка Ош областынын 7 районунан биринчи орунду алган мектептин окуучулары келип катышып отурат. Dasturimizni davom ettiramiz. Avval uning qisqacha mazmuni bilan tanishib oling. Qirg'iziston-O'zbekiston chegarachilari mashg'ulotdan o'tishdi. Harakat ikki o'lkaning giyohvand moddalarini noqonuniy olib o'tishini to'xtatishga yo'naltirilgan. Өзүңүздөр көргөндөй тартипте иш аткарылат. O'shda bo'sh ish o'rinlari yarmarkasi boshlandi. Bugun 4000 o'rinlar taklif qilindi. Bukuletтерибизди алып келдик эле, биз аябай буклеттерибизди тараттык, көп окуучулар жазылды. O'lkada 15-maydan analog signallar o'chiriladi. Shu sababli qanday harakatlar bormoqda? Qirg'iziston 15-maydan boshlab raqamli signallarga o'tadi. Shu sababli muammolarni o'z vaqtida hal qilish uchun raqamli teleradio dasturlarga tutashtirishda yordam berish va nosozliklarni oldini olish maqsadida texnik mutaxassislarning ko'chma guruhidan iborat tezkor shtab tuziladi. Vitse-premyer-ministr Muhammadqali Abulg'aziyevning bildirishicha, yangi tuziladigan shtab tarkibiga tegishli davlat organlarining vakillari, mahkamalar va mahalliy o'z-o'zini boshqarish organlarining yetakchilari kiradi. Hozirda respublika bo'yicha elektron raqamli moslama o'rnatilgan. Bu aholining 95%ni raqamli signallar bilan ta'minlaydi. Bu yilgi o'quv yili tugab, bitiruvchilarning ishga joylashish masalasi yuzaga kelmoqda. Shu sababli O'sh shahar migratsiya xizmati bo'sh ish o'rinlari yarmarkasini tashkil qildi. Unda bitiruvchilarga 4000 ga yaqin o'rinlar taklif qilingan. Yarmarkaga kasb-hunar litseylardan ham vakillar chaqirilgan. Ular xohlovchilarni qisqa muddatli o'quv kurslaridan keyin ish bilan ta'minlash bo'yicha ish olib borishadi. Ishga joylashishning qonun-qoidalari va qaysi mutaxassisliklarga talab ko'p, navbatdagi lavhada tanishasiz. O'sh shahar migratsiya xizmati bu safar yarmarkani Qirg'iz-O'zbek universitetida uyushtirdi. O'quv yurtining bitiruvchilari uchun 4000 ga yaqin ish o'rinlari taklif qilindi. Mutaxassisliklar asosan bilim berish, qurilish, tikuvchilik, oshpazlik bo'yicha. Sababi hozirda mana shu tarmoqlarga talab ko'p. Анан ушу университетте бир гана Ош шаарында эмес, Ош облусунун бардык райондордон келип окуп жаткан студенттер окуп жатканга байланыштуу биз ушу Ош облусундагы 100дөн ашык бош орундар сунуштадык. Yarmarkada bitiruvchilardan tashqari talabalar ham bor. Ular oldindan qaysi mutaxassislik bo'yicha ishga joylashish imkoni yuqoriligini kuzatishdi. Masalan, Eldiyar Janibek o'g'li ham 1 yildan keyin o'qishni tugatadi. U kelajakda ish o'rnini topishga sharoit bo'ldi. Aniqroq aytganda, Eldiyar endi o'qishdan tashqari ishlay boshlaydi. O'qishni bitgandan keyin vaqt bor. Hozir bir joyga o'qisang da, ikki joyga жетсең дагы ot ekan. Hozir men dagы 1 yil bor. 1 yil ichida o'qishni bitkizib, bir ay yaxshi o'rganib ish qilib turaman degan niyatlarim bor. Bo'sh ish o'rinlari yarmarkasi asosida bepul o'quv kurslari ham tashkil qilindi. Buning uchun ishsizlar shahar migratsiya xizmatidan ro'yxatda o'tish kerak. Buning asosida fuqarolar xohlagan mutaxassisligi bo'yicha 3 oy o'qib ish bilan ta'minlanish imkoni bor. Tadbir davomida 113-kasb-hunar litseyidagi kurslarga yozilganlar ko'p bo'ldi. Bu litseyda oshpazlik, sartaroshlik, tikuvchilik bo'yicha o'qitiladi. Masalan, shu yerda o'qigan, universitetda o'qigan qizlar bizga kursga borib, masalan, oshpozchiga, teguvchiga, chashtarachga qo'shimcha үйрөнөбүз deshib bizga aябай ko'p жазылып ketdi. Biz өзүбүздүн мындай буклеттерибизди алып келдик эле, биз аябай буклеттерибизди тараттык, көп окуучулар жазылды.
Yarmarka natijasida 50 dan ortiq talabalar ish bilan ta'minlanishdi va bepul o'quv kurslariga yozilishdi. Bunday tadbirlar O'sh davlat universiteti, O'sh texnologiya universitetida ham o'tgan. Endi sentyabr oyida tashkil qilish rejalashtirilmoqda. Sababi o'quv yilining boshida yoshlarga imtiyozli mutaxassisliklar bo'yicha qo'shimcha ma'lumot beriladi. Dasturimizni xalqaro yangiliklar bilan davom ettiramiz. Isroilda uy qamog'ida yashayotgan 14 yoshdagi o'smir ozod qilindi. Uni ota-onasi tug'ilganidan boshlab uydan chiqarmay boqishgan. O'smirning so'zlariga ko'ra, u bir oyda 1 yoki 2 marta tashqariga chiqqan. Shunda ham tunda biroz vaqtga. Tartib soqchilari bolaning ota-onasini so'roq qilganda, ularning bolasining sog'ligi tufayli shu qadamga borishganini aytishgan. Qizig'i shundaki, mahalliy hukumat mazkur oilalarning bir farzandi borligidan xabari yo'q. Ular bolani ro'yxatdan o'tkazishmagan va maktabga ham yuborishmagan. Bu vaqtgacha qo'shnilari bu uydan yoqimsiz hid chiqishini aytib, tegishli tomonlarga arzlanishgan. Biroq qamoqda o'tirgan bola to'g'risida bilishmagan. Politsiyani chaqirgan kishining so'zlariga ko'ra, u derazadan hayvonlar qamovchi qafasda yosh bolani ko'rib, tartib soqchilariga xabar bergan. Hozirda ozod qilingan bolaning ota-onasi qamoqqa olindi. Yarim yildan beri Kongo Demokratik Respublikasida harbiy to'qnashuvlar davom etmoqda. Shu sababli o'lka hududidan qochib chiqqan yashovchilarning soni 3 milliondan oshganini Birlashgan Millatlar Tashkilotining vakillari bildirishdi. Urush harakatlari sababli o'lka hududida gumanitar inqiroz bo'lmoqda. Kongo Demokratiya Respublikasida oxirgi yarim yil mobaynida urush harakatlari kuch oldi. Shuning uchun 3 million 700 ming kishi o'lka hududidan qochib ketishga majbur bo'lishgan. Bu haqda BMTning insonparvarlik jamiyati koordinatsiya rahbari bildirdi. 2016 yılın yanvar ayında uy-joyini tashlab ketүүгө muhtoj bo'lgan turg'unlarning soni 1 million 600 mingga tuzdi. Bugungi kunga chayin 15 ay aralığında qaçqın bo'lganlarning soni 3 milliondan oshib o'tiradi. Shuningdek, Kongoda kuniga 6,5 mingdan ortiq yashovchilar uy-joylarini tashlab ketishga majbur bo'lishganini qo'shimchaladi. Ularning aksariyat qismi Kasai shahrining yashovchilaridir. Bu shaharda o'tgan yilning avgust oyida harbiy to'qnashuvlar boshlangan. Qurolli kuchlar oqibatida ushbu shaharda BMTning vakillariga ham hujumlar tashkil etilgan. Shuning uchun shahar aholisiga insonparvarlik yordam yetkazish qiyinchiliklarni yuzaga keltirgan. Bugungi kunda Kongoda 1 million 900 mingdey 5 yoshga cheyinki yosh bolalar tamog'ashdan yetishsizligidan jabr qab jatishadi. Alarga tez arada yordam ko'rsatuv zarur. Shu bilan birga Kongo davlatida xolera va kor kabi yuqumli kasalliklar tarqalmoqda. Hozirgi kunda sariq bezgak virusining simptomlari ham kuzatilyapti. Ushbu kasalliklar tarqalib ketmasligi uchun Xalqaro sog'liqni saqlash tashkiloti tomonidan o'lkaga 10 milliondan ortiq vaksina yetkazildi. Ayni damda to'qnashuvlar Kongoning 5 ta provinsiyasida davom etmoqda. BMT Filippin hukumatini inson huquqlarini saqlashga chaqirdi. Filippinda giyohvand moddalar sotish bilan shug'ullangan tashkilotlar faol ish olib bormoqda. Shu sababli o'lka rahbari giyohvand modda sotish bilan kurashish uchun maxsus kampaniya ochgan. Hozirda o'lkada odam o'g'irlashlar va qotilliklar ko'p bo'lib, ularning barchasi giyohvand modda bilan shug'ullanganlar deb topilgan. Bu ko'rinish dunyo bo'yicha muhokamaga sabab bo'ldi. En ese sentido propongo Filippin prezidenti Rodrigo Dutertening narkotik sotishga qarshi kampaniyaga bog'liq noqonuniy ravishda odam o'ldirishga 50 dan ortiq davlatlar o'z xavotirini bildirdi. Bu haqda BMTning inson huquqlari bo'yicha o'tkazilgan yig'inda ma'lum bo'ldi. Tashkilot kengashi oxirgi hisobotni e'lon qilib, unda 257 taklif kiritilgani ma'lum bo'ldi. Uni tayyorlashda 95 davlat ishtirok etgan. Hujjatga ko'ra, Filippin ushbu muammo bo'yicha sentyabr oyiga qadar bir qaror chiqarishi lozim. Эгерде сунушталган документ Филиппиндин адам укуктарын коргоо позициясына туура келсе, албетте кабыл алабыз. BMT Filippin hukumatini odam o'g'irlash va qotilliklarni to'xtatib, bunday jinoyatlarga aloqadorlarni jazolashga chaqirdi. Эл аралык коомчулук Филиппин бийлигине билдирүү жолдоду. Алар адам укуктарынын сакталышын талап кылышууда. Бийликтин баңгизаттарга каршы күрөшүү кампаниясы тарабынан адамдардын уурдалып же өлтүрүлүп жатканын токтотуу зарыл деп баса белгилешти. Eslatib o'tsak, Rodrigo Duterte hukumatga kelgandan keyin giyohvand modda savdosiga qarshi kurashish uchun maxsus kampaniya ochgan. Politsiya ma'lumotiga ko'ra, narkotik sotish bilan shug'ullanishda ayblanib 5 mingdan ortiq kishi o'ldirilgan. Lekin bu jinoyatlarda hukumatning ishtiroki bor ekanligi hozircha isbotlanmagan.
Bugun intimaq muxbirlar tomonidan tayyorlangan xabar va lavhalar mana shulardan iborat. Tuningiz osuda o'tsin, xayr omon bo'ling.